Milliy adabiyotimizning 20-asr oxirgi choragi rivojida Tog'ay Murodning munosib o'rni bor. Ilk romani Otamdan qolgan dalalar Tog'ay Murod ijodidagina emas, milliy adabiyotimiz tarixida muhim hodisa bo'ldi. Bu asarni yozishga kirishar ekan, yozuvchi o'zining hayot haqidagi bilim, tasavvurlarini qayta tanqidiy taftishdan o'tkazdi. Shu paytga qadar amal qilgan ijodiy aqidalariga sodiq qolgan holda qishloq hayoti, oddiy odamlar turmushini o'zgacha nigoh bilan anglash yo'lini tutdi. Mustabid tuzum sharoitida oddiy zahmatkash mehnat ahli ayni o'sha noyob fazilatlari, to'g'ri so'zligi, mehnatkashligi, halolligi, odob andishasi tufayli xorizor bo'layotganligini adib chuqur alam, iztirob, nadomatlar bilan kuyib yonib tasvirlaydi. Shunisi kishiga taskin beradiki, mislsiz milliy zulm, zug'umlar iskanjasida ham milliy istiqlol, erk, ozodlik g'oyalari tug'ilib shakllanaveradi. Roman markazida dehqonqul taqdiri turadi. Asar voqealari hayoti, taqdir qismati, ruhiy dunyosi, ona yer, kindiq qoni to'kilgan muqaddas to'proq bilan mustahkam bog'liq. O'zbekning ramzi degulik mehnatkash, zahmatkash inson bosh qahramon dehqonqul tilidan so'zlab beriladi. Otamdan qolgan dalalar 1994-yili istiqlol davri o'zbek adabiyotining ilk yetuk namunasi sifatida davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. O'quv darsliklaridan munosib o'rin oldi. Roman asosida yaratilgan film Buxoroda o'tkazilgan Milliy kinofestivalda bosh sovrin bilan taqdirlandi. Turkiyaning Istanbul shahrida butun dunyoda mashhur kinoshunoslar, aktyor, kinodramaturglar tashrif buyurgan anjumanda Otamdan qolgan dalalar filmini tomoshabinlar tik turib 15 daqiqa olqishladi.